Tak. Hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan To Defenders futbol klubi murabbiyi Javohir Husnudinov bo'laman. Xo'p, bugun yakshanba 20-aprel 2025-yil. Komandamiz bilan yosh, ya'ni sredniy komandamiz bilan yosh komandalarni nima deydi, aralashtirib, ya'ni UEFA Chempionlar Ligasidagi hozirgi 1-2 bosqich finalini o'zimizni talqinda bir qilib ko'rdik, ya'ni To Defenders futbol klubi talqinida. Bu video o'sha hozir birinchi o'yinimiz montajdashi tayyor o'sha. Bir ikkita videolarimiz sal kechikayotgani uchun sal kechikyapti. Paytdan fursatdan foydalangan holda men bu videoni yozishni hozir boshladim. Kamchiliklari bo'lsa, bu nimadir yoqmagan joylari bo'lsa, kamchiliklari bo'lsa, nima deydi, aytib yurmaysizlar. Videoni birgalikda ozgina ko'rib o'tamiz sizlar bilan. 100% tayyor emas video. Sizlar bilan birga ko'rishim nima deydi. Bu video o'sha o'yindan keyin chiqadigan video bu. Shuning uchun bitta ko'ramiz. Balkim buni treyler qilib yuborish niyatim ham hozir yulduzda uyg'ondi. Video chiqishidan oldingi treyler holati bo'ladi. Ya'ni treylerda hamma joylarini ko'rsatmasam ham qisman kesib o'tkazib yuborishim mumkin. Quyoshga ahamiyat bermaysizlar, deraza tarafga qo'yganman. Короче, yorilish uchun. Mana endi yopib qo'yaman. Babu tushadi. Bo'lmasam nima qildi, ketdimi? Men o'sha tayyorlab qo'yganman. Kadrga kirib olsam bo'ldi bu yoqqa. Ekranni kichiklashtiraman. Men o'zim ekranimni kichiklashtirdim. Tak, men o'zim bu yoq ekranga bekinaman. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Baho berishni esingizdan chiqarmanglar. Barcelona, Inter Milan. Men bu muzikani juda ham yoqtiraman. Shuning uchun bo'y o'yinimizga ham tushib ketadi. Shuning uchun ko'proq qo'yib boraman buni. Vobshe ko'p videolarimizda ham shu muzikadan foydalanaman. Bunda egalik huquqi yo'q. Shunaqa. Shuning uchun muzikaga agar baland eshitayotgan bo'lsa, sal pasaytirib olsanglar bo'ladi. Keyin orqa fonga e'tibor bermaysizlar, bu bizani o'tiradigan, ya'ni choy, nonushta, obed, ujin, любой narsani ishlaymiz. Men bu narsani uyalmayman. Hijolat ham bo'lmayman. Короче, video ko'rishni davom etamiz. Bu joyini sizlar ko'rmaysizlar. Men bu yoqqa o'tkazib yuboraman.
Bu videoni men hozir hech qanaqa montajsiz reysga qo'yib yuborish niyatidaman. Hech qanaqa montaj, hech qanaqa bo'yoq, shundoq qo'yib yuboraman buni. Treyler bo'lmaydi. Shundoq, ya'ni o'yindan oldingi montaj jarayonidagi holatlarni ko'rasizlar. Men o'sha kesib qo'yishga majburman videoni. Mana shulardan boshlaymiz. Chunki qiziq joyini qoldirishim kerak. Qizig'ini bilib qolsanglar, ko'rmaysizlar. Avazdan dahshat gol bo'ldi. Yana buni 3 ta goli bor. Hali uni ham ko'rasizlar. Shu joyda tugadi. Sizlar bilan videoni to'lig'ini biroz vaqtdan keyin ko'ramiz deb umid qilaman. Chunki hali o'zim ham videoni kutib o'tiribman. Ya'ni bitta shogirdimiz bizga bu videoni tashlab berish kerak. Shunaqa gaplar. Sizlar bilan Javohir Husnudinov. Jamoamizga nima deydi, obuna bo'ling, jamoamizga qo'shiling. Sizlarni buyuk maqsadlar sari o'zi bilan yetaylik degan jamoa bu Defenders futbol klubi. Hammaga rahmat.